Assalomu alaykum. Uyg'ur tilining aziz ishtirokchilari. Navbatda sizlarga ajr singdirgan narsa artivoliq bo'ladi degan hikoyani sunmoqchiman. Qiynamsa diqqatingizda bo'lsin. Ajr singdirgan narsa artivoliq bo'ladi. Burungi zamonda yashagan bir juft ayol bir o'g'il farzand ko'ribdi. Ular balasını kichigidanla artivolab o'stirgachga, bala tayyor badxaj bo'lib cho'ng bo'pti. Bu ay o'g'lining cho'ng bo'lgan siri yaramsiz bo'lib qilayotganligini ko'rib, bara o'g'liga ochiq chiroy ochmaydigan bo'pti. Lekin mo'may o'g'liga doim yonbosar ekan. Bir kuni bu ay mo'mayga: "Men qerib qoldim. Ailemizning mol-mulkini bu yaramaz o'g'ilga topshirsam, bekorga zoyi qilgan bo'laman. Uningdan ko'ra boshqa kishilarga berib o'tay" debdi. Mo'may bu ayni unda qilmaslikka da'vat qildi. Buvay: "Agar o'g'limiz ishlab bir tanga pul topib kelalsa, men ailemizning mol-mulkini uningga topshirman" debdi. Mo'may buvaydan yoshirin holda o'g'lining qulg'iga bir necha yig'iz gap qilibdi. Bala ertasidan boshlab o'zi ishlab pul topmoqchi bo'pti. U ertasi atiganlikka chiqib ketib, kechqurunligi bir sar kumush ilib kelibdi. Buvay bu pulni qandoq topganligini so'rab qo'ymasdan kumushni o'choqning ichiga tashlab etib, o'rnidan turib chiqib ketibdi. Ata bala ikkisi bu ishga hayron qolibdi. Ertasi mo'may o'g'lining qulog'iga yana bir nimalarni deb pichirlabdi. Ana bala bu qitim buvayni cho'qim ishindi deb o'ylabdi. Kechqurunligi o'g'li sirtdan qaytib kelib, terlarini etib, xushal holda bir sar kumushni dadasiga topshiribdi. Buvay bu kumushni o'choq ichiga tashlabdi-da, "Meni oldima. Bu sen ishlab topgan pul emas" debdi. Mo'may ilojsiz o'g'lini ishlab pul topishga undabdi. Bir necha kun o'tgandan keyin o'g'li bir necha mis yarmoqni ekilib buvayga beribdi. Buvay qarab biqib, uni o'choqqa tashlabdi. O'g'li o'choq oldida etilib berib, qo'lini o'tga tiqib, yarmoqlarni elibdi-da, g'azbini bosolmagan holda: "Sen bu yarmoqlarning qandoq kelganligini bilamsan" debdi. Bu chog'da buvay xushal bo'lgan holda: "Oldingi 2 qitimda men 2 sar kumushni o'choq tashlaysam, sen pisand qilmagan eding. Bu qitim haqiqatanmi o'zing emgak qilib topgan pul bo'lg'achqa iching og'ridi" debdi. O'g'limi, mo'maymi xursand bo'lib kulishibdi. Hikmat: ata bo'lar ishlagan tishlaydi deb nihoyat to'g'ri aytgan. Har qanday emgakka sening halol taring sinsa, sen uningdan o'ylab boqmagan huzurga erishsan. Hikoyatdagi bola o'choq silingan 2 yarmoqni o'zi ishlab topgan bo'lsa, boshla uni ilivilish istigida bo'ladi. Ammo u undaq qilmadi. 3-chi yarmoqqa o'zining qon teri singan bo'lg'achqa hech ikkilanmayla qiziq o'choqdan uni ilib oldi. Bu uning o'z emgikining qimmatini bilgandan keyin edi. Esingizda bo'lsinki, sen ajr singdirgan har qanday narsa hamon sen uchun qimmatli.